Janoza. Bugun tongda xalqqa kerakli inson vafot etdi. Ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston ta'limi, ilm, fan va ma'naviyat rivojiga hissa qo'shgan El-yurt hurmati ordeni sohibi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi professor Muffat Mamatov 92 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqida Namangan viloyati hokimligi xabar berdi. Muffat Mamatov 1932-yili Namangan viloyati Chust tumanida tug'ilgan. Farg'ona davlat pedagogika institutini tamomlagan. U butun umrini ta'lim-tarbiya, ilm, fan va ma'naviyat sohasiga bag'ishlab, Toshkent va Namangandagi yirik ta'lim muassasalarida rahbarlik lavozimlarida samarali faoliyat olib borgan, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang.